rol boshqaruvida o'rgatuvchi bo'lsa, ushbu transport vositasiga qaysi yo'nalish bo'yicha harakatlanishga ruxsat etiladi? Demak, o'rgatuvchi bo'ladigan bo'lsa, turar joy dahalarida haydashni o'rgatish mumkin emas. Demak, qaysi yo'nalish bo'yicha harakatga ruxsat beriladi? O'ngga, chapga va qayrilib olishga. Tumanga qarshi old fara chiroqlarini sutkaning qorong'u vaqtida, yo'lning yoritilmagan qismida uzoqni yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlar bilan birga qo'llash mumkinmi? Mumkin. Siz chapga burilishga yoki qayrilishga qaror qildingiz. Orqani ko'rsatuvchi ko'ziga qarab bildingizki, ortingizdagi haydovchi sizni quvib o'tmoqchi. Sizni bundan keyingi harakatingiz, ya'ni siz yon tomondagi bokovinaga qarab bildingiz, orqangizdagi mashina sizni quvib o'tmoqchi. Siz ortingizdan kelayotgan haydovchi sizni quvib o'tishiga imkon yaratishingiz kerak. Shundan keyingina chapga burilish chirog'ini yoqishingiz kerak. Qaysi belgi agar yuk avtomobilining tirkamasi bilan birga ruxsat etilgan to'lov vazni 7 tonnaga teng bo'lsa, e'tibor bering, savol bundan buyoq boshlanyapti. Tirkamali avtomobilning harakatini taqiqlaydi. Bizda mana 4-chi tirkamali avtomobilning harakatini taqiqlaydi. Yo'lning keskin burilishida yuzaga keladigan sirpanishning oldini olish uchun haydovchi nima qilish kerak? Demak, burilishdan oldin tezlikni kamaytiramiz. Kerak bo'lsa, skorost pog'onasini pastga tushiramiz va burilishda tezlikni oshirmasdan avtomobilni keskin tormozlamaslik kerak. Sutkaning yorug' vaqtida yuk avtomobilining old yoki orqa tomonidan 1 metrdan ortiq chiqib turgan yuk qanday belgilanadi? Demak, 1 metrdan ko'p chiqqan yuklar katta o'lchamli yuk taniqli belgisi bilan belgilanadi. Sirpanchiq yo'lda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlashning qaysi usuli xavfsizlikni ta'minlaydi? Demak, sirpanchiq yo'l bo'lganligi uchun ulagichni uzmasdan turib, tormoz tepkisini ko'plab marta bosib to'xtatishimiz qulay bo'ladi. Qaysi belgi velosiped yo'lkasi bilan kesishuvni bildiradi? Nima deyapti? Bildiradi, ya'ni bizga ogohlantirib beryapti. Velosiped yo'lkasi bilan kesishuvni mana ikkinchi belgimiz ko'rsatib beradi. Qaysi transport vositasiga harakatlanish taqiqlanadi? Endi GAI xodimi o'ng qo'lni oldinga uzatganda chap tomondan kelayotgan mashinalar barcha yo'nalishga, orqa tomondagilar esa harakat taqiqlangan. Demak, yuk avtomobiliga harakat taqiqlangan. Bu joyda yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish maqsadida to'xtash mumkinmi? Albatta, bu yerda to'xtab turish taqiqlangan belgisi o'rnatilgan. Yo'lovchi tushirsa bo'ladi. Tezlik ortishi bilan haydovchining ko'rish maydoni qanday o'zgaradi? Tezlik ortishi bilan ko'rish maydoni torayib boradi. Ushbu qo'shimcha axborot belgisi, bu yerdagi qo'shimcha axborot belgisi obyektgacha bo'lgan masofani bildiradi. Demak, 300 metrdan keyin chap tomonda to'xtab turish joyi bor. Avtomobil haydovchisi qayrilib olmoqchi. Demak, avtomobil qayrilib olmoqchi bo'lsa, oldin tramvayni o'tkazib yuboradi, undan keyin qayrilib oladi. Tramvayga yo'l berib qayrilib oladi. Chorrahani oxirgi bo'lib qaysi transport vositasi kesib o'tadi? Demak, qizil avtomobil harakatni boshlaydi va o'rtaga chiqib to'xtaydi. Undan keyin yashil avtomobil birinchi chorrahadan o'tadi, ko'k avtomobil ikkinchi, qizil avtomobil oxirgi bo'lib harakatni yakunlaydi. Bu joyda avtobusni quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Qoidaga ko'ra, temir yo'l kesishmasigacha 100 metrdan kam masofa qolsa, quvib o'tish taqiqlanadi. Bizda esa hali 100 metrdan ko'p masofa bor. Bu yerda yaqinlashuv belgisidan ko'ryapmiz, shuning uchun ruxsat etiladi. Qanday holda sizga 50 km/soatdan yuqori tezlikda harakatlanish taqiqlanadi? Bu yerda taqiqlash belgini tagida qo'shimcha axborot belgisidan qarab bilyapmizki, demak, yer nam paytda, nam qoplama paytda 50 dan oshirish mumkin emas. Sanab o'tilgan qaysi hollarda transport vositalaridan foydalanishga ruxsat beriladi? Demak, tashqi yoritgichlar ifloslangan bo'lsa mumkin emas foydalanish. Yorituvchi chiroq nuri yo'nalish buzilgan bo'lsa ham foydalanish mumkin emas. Demak, old qismida oq va sariq rangdagi tumanga qarshi fara o'rnatilgan bo'lsa ruxsat etiladi. Ushbu yo'l belgisi qo'shimcha axborot belgisi bilan birgalikda nima ma'noga ega bo'ladi? Ya'ni, bu yerdagi qo'shimcha axborot belgisi yengil avtomobil va mototsikllarga to'xtab turish joyiga qo'yish usulini ko'rsatib beradi. Haydovchiga berilgan trayektoriya bo'ylab harakatlanib manevr bajarishga ruxsat etiladimi? Ruxsat etiladi, chunki bu yerda palasalar uzoq-uzoq berilgan, bosib o'tishga ruxsat bor. Ikkalasi bo'yicha ruxsat etiladi. Sariq uzoq chiziq qaysi yo'l belgisi bilan birgalikda qo'llanadi? Demak, sariq uzoq chiziq to'xtab turish taqiqlangan yo'l belgisi bilan birgalikda qo'llanadi.